2024-yil qaysi ranglar modada bo'ladi? Men Nargiza Hayitbayevna, soch bo'yash bo'yicha ekspert, trener, koloristman. Bu yerda soch haqida hammasi. Obuna bo'lishni unutmang. Bitta gap. Yuzi to'lichadan kelgan peshonasi katta qizlar, cho'lqangizni ko'p ochartirib yubormang. Bu yuzingizni yana ham katta ko'rsatadi. Yuzlari ozg'in va peshonasi kichkina qizlar, sizga esa cho'lqa rangingizni ochiq rangda bo'lishi, yuz atrofingizdagi sochingizni ham ochiqroq rangda bo'lishi sizni yanada ko'rkam va xushro'y ko'rsatadi. 2024-yilda qaysi rang modada bo'lishiga kelsak, sizga qaysi rang yarashsa, o'sha rang modada. Bu yil ham, bundan keyingi yillarda ham sochingizni rangini, strижкасini, qanaqa kiyinishingizni kimlardir emas, faqat siz belgilaysiz.